Assalomu alaykum barchaga, hurmatli mijozlar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana ko'pchilik so'ragani uchun video qilib chiqaryapmiz. Bu videomiz nima haqida bo'ladi? Bu videomiz haqida bo'ladiki, bizani brendimiz RGB Almost Textile matolarida qanday qilib zakaz berish mumkin va qanday qilib Telegram YouTube kanaliga o'tsa bo'ladi. Shu haqida aytib o'tamiz. Mana qaranglar, mana YouTube'ga kirdinglar. Bizning kanalimizga kirdinglar. Mana bizning kanalimiz mana shunaqa bo'ladi. Obunachilarimiz juda yaxshi biladi buni. Mana bu yerda bilsanglar, mana bunaqa qilsanglar-da, mana havolalar bor, link bor. Inglizchaga link, ruschaga silka deyiladi. O'zbekchaga havola deyiladi mana. Telegramga bossiz, Telegramga kirib ketadi bu yog'i. Telegram kanalimiz bor. O'sha yerga kirib olsangiz bo'ladi hozir mana. Mana va nihoyat kirdi. Bu Telegram kanalimiz mana 1846 ta obunachi, mana RGB Almost brendi, mana Textile. Mana ko'rib kuzatib borsanglar bo'ladi. Bu yerda batafsil to'liq materiallarning videosi qo'yib boriladi. Ikkinchisi mana Instagram kanalimiz. Instagram kanaliga ham kirsanglar, Instagram kanalida juda ham zo'r mana bu yerdan xo'sh, salgina qiyroq bunisi, lekin mana shuni qilsanglar bo'ldi. Mana Instagram kanalimizga ko'proq profil borligi uchun mana shu birinchida turgani mana bilan hech qaysi birini bosmaysizda. Shu birinchidagini bosasiz. Mana hozir ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana shuni bosasiz. Iminda mana shuni. Bularga hech qaysi biriga tegmaysizda. Faqat shunga. Bularga tegib o'tirmaydi. Bularni bosmaysiz. Bular boshqa narsa, boshqa akkaunt. Mana shunga bosasiz faqat. O'sha akkauntga 2271 ga xullas ana shu akkauntga bosasizda, buni bosib kira olsangiz bo'ladi. Open Instagram. Mana bu yo'q kanalimizga kiradi mana. Bizning kanalimiz mana RGB Almost Textile matolari. Mana Abusaxiy materiallar bozori. Bu yoqda mana materiallarning videolari bor. Bu yerda to'liq chiroyli qilib, zo'r qilib videolarni qo'yib boramiz mana. Bemalol kuzatib borsanglar bo'ladi. YouTube, Instagram, Telegramda kanallarimiz bor. Dastavka xizmati bor O'zbekiston bo'ylab. Pochta orqali, taksi, Yandex orqali jo'natib yuboramiz. Uyingizgacha yetkazib berishadi. Olib borib berish. Albatta kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxni kelishtirib hamyonbop qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.